Hammaga assalomu alaykum. Tavlarimiz Adlersk servisli. Hozirgi paytda bular ham tuxumda. 1 yiliga 260 ta 270 ta tuxum beradi. Tavlari 2,5 kilogacha bo'ladi. Xo'rozlari 4 kilogacha chiqadi. Yosh xo'rozcha endi mana pix chiqibdi. Faqat endi bu yoniga o'sishni boshlaydi, bo'yiga o'sib bo'ldi. Ves oladi keyin. Donlarini mana bug'doylar ponni yerga to'kib tashlagan, mana solib qo'ysam, ko'p solsa o'zi shida. Tamam. Sochib tashlaydi bug'doylar. Tavlar qarni to'q uchun bemalol o'zini yaxshi his qiladi. Kletkani razmerini tushuntirib o'tay. Bo'yi 90 cm, uzunligi 2 metr, eniga 1,25 cm. Bunday qilib teshiklarni yasab qo'yganmiz, birinchi etaj, ikkinchi etajga. Keyin bu yoqda mana 220 to'q kelgan. Bu yoqda keyin datchiklar kechqurunga chiroqni ulab qo'yganga. Tavlarimiz shuni ichida. Ichiga 15 shtukdan boshlab 12 shtukgacha bemalol qo'rqmay tavlar boqsa bo'laveradi. O'zi kletkamiz 12 ta 13 ta tovuqqa rashidini bo'lib qurilgan. Dast taxtalari ham orqa tarafga 4 ta tovuq sig'adi. Old tarafga 8 ta sig'adi. Bemalol misol uchun 10 ta tovuq, 2 ta xo'roz qo'ysa bo'laveradi. 5 ta 6 ta tovuqqa bitta xo'roz qo'ssalaring urug' yaxshi tushadi. Urug' yaxshi tushgandan keyinsiga jo'ja ochilishi ham yaxshi bo'ladi. Boya 90%, 95% ochilaveradi. Agar 10 ta tovuqqa bitta qo'yadigan bo'lsalaring, unda xo'roz o'sib qilmay qoladi. O'sib qilmagandan keyin palaqda tuxum ko'payib ketadi. Shuning uchun iloji boricha 5-6 taga bitta qo'shaverish kerak. Bu yoqda legoran tovuqlarimiz. Bular 2-3 kundan beri tuxumi sal kamayib qoldi bo'ladi. Bular ham yemlarini mana shunday qilib oshiqcha berganim uchun to'kib tashlaydi mana. Bugun kechqurunga endi bermayman bularga yemni. Даже nimalarida ham to'lla turibdi. Qarmoshqalarda legoran tozasi. Oyoqlari sariq. Sekin bular ham oqarishni boshlabdi o'sha oyoqlari. Tovuqlar 1 yoshdan o'tgandan keyin o'sha tumshug'i ham, oyog'i ham oqarib ketishni boshlaydi. Ko'p videolarimda aytib o'tganman. Hozir mana o'sha tovuq oyog'i oqarishni boshladi o'sha. Tug'ilgan paytda sariq tumshuq, sariq oyoq edi. Hozir endi bular 8 oyga qarab ketgani uchun sekin-sekinlik bilan oyoqlari oqarishni boshlabdi. Tovuqlar tagiga apilka solib turibman, tez tozalab. Keyin bunday taxtada o'tirib chichgan paytda buqlari bitta joyga yig'ilib qoladi. Apilkani shu tovuqlar chichadigan joyga ko'proq solsak, tagidagi oyizbi chirib qolmaydi. Sasib chirib ketmaydi. Shuning uchun iloji boricha tovuqlar o'tirib chichadigan joyiga sal ko'proq solish kerak apilkani. Tozalaganda ham tagi qop-quruq turaveradi. Hozir ham mana tovuqlar o'zini yaxshi his tutyapti. Joyi issiq, 15 gradusgacha. Tovuqlar tuxumda. Bitta ikkitasi sal dam olyapti. Mana shu oyog'i og'rigan dam olyapti. Narigi ikkitasi, 3tasi tuxumda. Bittasi ham piragul qilib tuxum qilyapti. Ikkitasi lekin kuniga tuxum qilyapti.
Xo'rozimiz oyog'i yaxshi bo'ldi. O'tganda vaksina qilganimda oyog'i sal cho'loqni olib qoldi. Hozir endi sekin-sekin o'ziga kelyapti. Bu tovuq ham lekin bir tuxum qilib qo'yadi. Chunki yashik tepada turgan paytda yerdan tuxum olardim. Bu tovuq tuxum qilgan bo'lardi. Hozir endi yashikni bu yoqqa qo'ydim. Bemalol yashikka tushib tuxumni qilaveradi. Yangi Adlerska Serebrisda tovuq oldim hozir. Bitta dona tozasidan. Hozir men sizlarga uni ham ko'rsatib o'taman. Tozalikkaniki vash toza. Tovuqlarimga qo'shsam, tovuqlarni cho'qilab tashlayapti. Doni yonmayapti, suv icholmayapti, shuning uchun addenna qilib qo'ydim. Joydori xo'rozcha bilan. Shuni hozir ko'rsatib o'taman sizlarga. Tandir tagidagi joy. Bu yerda ham mana bug'doylar solib qo'yganmiz. Suvlari harom deb ketibdi. Mana suvlarni to'kib tashlaymiz. Suvini yangilab turaman kuniga erta bilan. Tovuq xo'roz oyog'i bilan chiqib bosib tashlayapti. Joydori xo'rozcha. Adler tovuq narga. Toza. Yoshniki oyog'i sariq, tumshug'i sariq. Hozir yaqinroq qilib ko'rsataman. Tumshug'i ham sap-sariq, oyog'i ham sap-sariq. Yoshlari xuddi mana shunga o'xshagan bo'ladi. Oyog'i sariq, tumshug'i sariq. Pitnolari qanotida kamini, dumida, keyingi bo'ynida kamina bo'ladi. Toza. Shuning uchun o'zimga tovuq qilaman deb olib keldim. Joydori tovuqqa almashtirdim. Qaro tovuq bor edi, shunga almashtirdim. Hozir endi pakaman shu xo'rozcha bilan yuribdi bu. Bu xo'rozcha hozir bir 5 oylik bo'lib qoldi. Vesi yaxshi, lekin 3 kiloga yaqin. O'zi yolg'iz yurgani uchun o'zgaryapti. Nimasini ham jig'ildonni ham qaranglar, to'llar. Bir kunga 300 gram yem beraman. Ko'prog'ini bu yeb qo'yadi xo'rozcha. Tovuq mana o'sbet qilganini yeydi. Shundaqa gaplar o'rtoqlar. Endi qilib shaxs olib qo'yganman.